Ağalar ishni boshladim. Kelib birinchi qiladigan ishim shularni yog'layman. Bu formalar, nonning formalari. Ağalar testani qo'shdim, drojni qo'shdim. Endi shu unni qo'shsam, yarimni qo'shaman. Ağalar unni ham qo'shdim. Ko'rishingiz mumkin. 5 minutga birinchisi qo'shdi, hozir torttiraman. 5 minutda bosdim. Ağalar formalarni yog'lab bo'ldim. Hammasini tamomladim. Bu yoqda ham bor, buni ham yog'lab bo'ldim. Ağalar testani boshladim. Hozir bunga tuzni solmadim hali, tuz bu yerda. Yog', shakar, droj, qolgan unni soldim. Ağalar xamirimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir shu yerga sharik qilib taqlayman va ishlashtiramiz. Ağalar mana testani sharik qildim. Tamamadi. Ağalar oxirida shunday non tayyor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ağalar bu non sendvichni noni. Buni kesib sendvich tayyorlaymiz. Ağalar hammaga yaxshi kayfiyat, kuningizda yaxshi o'tsin.